Keling aka, sizga nechta kerak? Sizga hot dogmi, sizga hamburgeri? Bo'ldi. Hozir tayyorlab beramiz. 3 minut kutib turasiz, tayyor qilib beramiz sizga. Do'stlar, yana bitta ko'chma do'konimiz tayyor bo'ldi. Bu fast food uchun tayyorlangan. Oxirgi paytlarda fast food uchun juda ham ko'p qilyapmiz, chunki o'zlar yaxshi bilasiz, fast food ham yomon biznes emas. Misol, mana shu do'konni o'zi, mana shu do'konchalik joydan fast food bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi daromad topish mumkin, yaxshi tirikchilikni o'tkazish mumkin. Bitta oila bemalol, misol, o'g'il, qizi, o'zi oilasi bilan bemalol tirikchilikni o'tkazadi. Mana shu 8 metrga 4 metrligimiz ham fast food uchun tayyorlandi. Bu joydan tashqaridan keladigan mijozlar uchun xizmat ko'rsatadi. Misol, mashina yaqin boradigan bo'lsa, mashinada yoki tushib bemalol ularni buyurtma qilib xarid qilish mumkin bo'ladi. Va ichkariga mebellarni qilgandan keyin xo'randalar kirib ham qishki kunlarda, yozgi kunlarda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Ichkarida ham mijozlar o'tirib bemalol tanovul qilsa bo'ladigan holatda. Ko'chma binolar juda ham ko'p maqsadlarda, juda ham ko'p qilganmiz. Qassobxona qilganmiz, ofis, sartaroshxona, kiyim magazini, oziq-ovqat, bankomatlar, hojatxona, uy ham qilganmiz bundan. Va oziq-ovqat magazinlari ham juda ham ko'p qilganmiz. Buni fasadi tunuka bont qilindi, romlari alyumindan qilingan. Do'konimizni 10 marta ko'tarib tushirishga qo'l beramiz. Chunki buni shivelerdan qilamiz asosini. Bu degani do'kon ko'tarilganda mana shu oynalar. Hech qanday deformatsiya bo'lmaydi. Xudo xolasa bo'lmagan bu narsa va 1000 kilometrgacha mana shu do'konda yuklab mashinaga jo'natishga kafolat beramiz. To'g'ri, shoplar biroz ehtiyot bo'ladi, lekin bemalol manzilgacha yetib boradi. 3 qavat utilitl qilganmiz. Bu degani konditsioner yoqadigan bo'lsangiz, qishki kuniga konditsioner kerak emas. Ichida fast food bo'lsa, priborlar bilan bu isib ketadi. Va biroz mana quyosh chiqib turadigan bo'lsa, qishki kunlarda ichkariga hech narsa yoqish shart emas. Yozgi kunida esa konditsioner yoqadigan bo'lsangiz, bemalol sovutib beradi. Do'konimizning eng tagidan ham tunuka qo'yganmiz, yerdan zax o'tmasligi uchun. Hech qayerdan yomg'ir, boshqa narsa o'tmaydi. Elektromontajlari qilingan, faqat lampasini o'zlab qo'yasizlar, atelkalari tayyor holatda. Linoleum, pol taxtasi, dekor, devorlari, patologlar. Sizdan keyin faqat lampa qo'yasiz, mebellaringizni qilasiz xolos. Sizlarga shunaqa narsa kerak bo'lsa, bemalol olib chiqinglar. Narxlar masalasida qo'ng'iroq qilib aniqlashtirishlar mumkin. Bu Farg'ona shahrida filialimizda turibmiz hozir. Samarqanddan filialimiz bor. Samarqanddan Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Samarqand o'zi uchun xizmat ko'rsatamiz. Farg'ona shahridan esa Toshkent, bu yog'i Vodiygacha hamma joy uchun xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar, videoga like bosib, bizga obuna bo'linglar.